Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas Əpəndi yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz oq g'ullarga oid bayonlarni o'qiyotgan edik, endi davomini o'qiymiz. Oq g'ullar Mehri Qur'onning vaqtida Qora shahar atrofida Uyg'ur xalqi bilan bir necha qitim urushgan. Lekin Jungo tarixchilari İgiz Haruliqlar xalqi deb atagan Uyg'ur xalqlari ko'p chaqlarda oq g'ullarning madad berishiga ega bo'lib, avarlarga qarshi urush harakatlarini ilib borgan deb xotirlagan. Mehri Qura avar xalqining qag'ani Aynag'ayning singlisiga o'ylinib, avarlar bilan bo'lgan dushmanlik holatiga xotima bergan. Bundaq munosabatning o'rnatishida to'liroq avarlar manfaatdor edi. Buningdan tashqari Mehri Qura milodining 516-yili Changjiang vodisidagi Liang sulolasiga elchi avatib do'stlik o'rnatgan. Eron faqat milodining 554-yilidan boshlab oq g'ullarga bo'lgan qaramliqdan qutulib, to'liq mustaqil yashash imkoniyatiga ega bo'lgan. Buningga milodining 551-yili qurilgan Ko'k Turk qag'anligi sabab bo'lgan, chunki Ko'k Turklar milodining 554-yili oq g'ullarga hujum qilib, ularni nihoyat og'ir holga tushirib qo'ygan edi. Eron Sasaniylar sulolasi o'ngishli bo'lgan bu fursatdan foydalanib, oq g'ullarga bo'lgan qaramliqdan qutulib, chiqish bilan birga To'xaristonni oq g'ullarning qo'lidan tortib olgan. Ko'k Turklar Eron bilan ittifoqlashib, milodining 560-yillari, ya'ni 120 yil hukm surgan oq Hun davlatini darbar qilib, uning territoriyasining ko'p qismini egallab olgan. Oq g'ullar boshda barakatni poytaxt qilgan bo'lsa, Mehri Qura podshoh bo'lgandan boshlab Panjab vodisidagi Sarkut shahrini poytaxt qilgan. Oq g'ullar O'rta Osiyo xalqlaridan ko'p holda boychisilik elib turgan bo'lsa-mu, lekin O'rta Osiyo xalqlarining ichki ishlarini o'zlarining boshqarishga yo'l qo'ygan. Oq g'ullar to'liroq shaharlarda yashagan. Ular umid bilan qurollangan batur va shafqatsiz qo'shinga ega edi. Oq g'ullarda asosan g'arbiy Hun tili yetakchi til sifatida rol o'ynagan. Oq g'ullar davlati tarkibida turli xalqlar, ya'ni Turkiya, Paris, hindlar yashaganligi uchun ular turli dillar, ya'ni Budda atashparastlik ma'ni dillariga e'tiqod qilgan. Oq g'ullar nihoyat yuksak madaniyat yaratgan. Oq g'ullar davrida Jungo rangli shisha yasashni oq g'ullardan o'rgangan. Vi sulolasi yilnomasi g'arb allari haqida qissa bobining ulug' yovchilar tarmoqida mundaq deyilgan. Yovchilarning poytaxtiga Vi xalqining poytaxti Datung shahri ko'zda tutiladi. Kelgan savdogarlari biz toshni eritib, uningdan har xil rangdagi shishlarni ishlashni bilamiz deb jakarlagan. Ular tog'lardan ro'da keltirib, poytaxtda rangli shisha quyish ustida tajriba qilganda natijalik chiqqan. Ular yasagan shishlar shunchalik poqiroq chiqqanki, hatto g'arbiy mamlakatlardan keltirilgan shishlardanmi chiroyli bo'lgan. Shunga podshoh bu yerda Vey podshohi Tubotov ko'zda tutildi. Ular yasagan shishlardan o'rdidagi taxtlarni yasashga foydalanish to'g'riliq buyruq berdi. 100 dan ortiq odam shisha qo'yishni o'rganishga kirishdi. Shishlar nihoyat poqiroq bo'yoqlarga ega bo'lgandan tashqari suzuk chiqqan. Bundaq shishlarni ko'rgan kishilar hayron qilishib, ularni ilohiy shishlar deb hisoblagan. Bu vaqa milodining 424-yili bo'lgan. Yuqorida tilga ilingan g'arbiy mamlakatlarning shishlari Rimning yoki Suriyaning shishlari bo'lsa kerak. Chunki shundan burun Jungo rangli shishlarni Roma yoki Suriyadan oladi. Oq g'ullar davrida O'rta Osiyoning yeza egiligi, qo'l hunarvanchiligi, savdo ishlari va madaniyati xil yuksak saviyaga yetgan. Oq g'ullar davlatiga podshoh bo'lganlar tuvandikilar. 1. Oq Svar xon, 2. Iftalanus, 3. Turaman xon, 4. Mehri Qura xon, 5. Gatpara. Oq g'ullar davlatining milodining 565-yili Ko'k Turklar tarafidan yo'qotilganligini yuqorida aytgan edik. Arab xalifaligi hukmronligidagi O'rta Osiyo. Arablarning O'rta Osiyoni besib olishi O'rta Osiyo xalqlarining arablarga qarshi ilib borgan kurashlari to'g'risida so'z etishdan burun islom dinining paydo bo'lishi, arablarning Suriya, Iroq va Eronni besib olishi to'g'risida bir oz to'xtalishga to'g'ri keladi.
İslam dini Xristian ve Budda dinleri bilen bir qatarda dünyada en köp tarqalgan dinlar qatarıga kirdi. Bu dinlarning paydo bo'lishi xalqlar hayotidagi ulug' o'zgarishlarga bog'liq edi. Yuqorida tilga ilingan 3 cho'ng dinning eng qadimgisi Budda dini edi. Budda dini milodidan 6 asr burun Hindistonda paydo bo'lgan. Xristian dini buningdan 2000 yil burun paydo bo'lgan. Islom dini bo'lsa milodining 7-asrda paydo bo'lgan. Hozirgi vaqtda islom dini asosan arab mamlakatlarida Turkiya, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, Indoneziya, Malayziya, Shimoliy Afrika ve hozirgi Jungodagi, hozirgi Sovet ittifoqidagi bir muncha millatlar orasida tarqalgan. Arabiston yarim oroli islom dinining vatani edi. Arabiston yarim oroli Osiyoning g'arbiy janub qismiga joylashgan bo'lib, shimolda Iroq, Suriya bilan janubda Hind okean bilan sharqda Paris qo'ltig'i bilan tutishidi. G'arbda Qizil dengiz orqali Afrika cho'ng quruqligidan ayrilib turdi. Arabiston yarim orolining yer maydoni 3 million kvadrat kilometr bo'lib, hozirgi Hindistonning zamin ko'lamiga to'g'ri keladi. Yevropa quruqligining bo'lsa taxminan 4dan 1ga barobar keladi. Arabiston yarim orolining ko'p qismi quruq dashti bayovonlar va yerim sahrolardan iborat. Arabiston yarim orolining iqlimi qurg'oq, havosi issiq, ho'l yig'in nihoyat oz yaqqanlikdan dehqonchilik qilishga loyiq joylar nihoyat oz. Chorvachilik bilan shug'ullanishga bob keladigan joylar ko'proq edi. Dasht bayovonlar va yerim sahrolarda o't cho'plar xeli mo'l o'satdi. Xurmo bilan to'ga suti Arabiston yarim orolida yashaydigan arablarning asosiy ozuqi edi. Suv bo'lsa hayot va farovonlikning manbasi edi. Arablarning tamsillarida hamma narsa suv bilan tirik, suv yo'q joyda yer ham yo'q deyiladi. Faqat Arabiston yarim orolining g'arbiy janubiga joylashgan Yaman rayonila tropik o'simliklarga boy, hosuldor joy hisoblandi. U yerda har yili 2 qitim ho'l yig'in fasli bo'ladi. Yamanda qadimda dehqonchilikni rivojlantirish uchun imkoniyat keng bo'lgan. Yamanda milodidan bir necha yil burunla o'ltiraqlashgan arablar dehqonchilik, bog'vanchilik, hunarvanchilik va savdo-sotiq bilan shug'ullanib, o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan yuksak arab madaniyatini yaratgan. Arabiston yarim orolining Yaman rayonidan boshqa joylarda yashaydigan arablar arpa, bug'doy qatorliq ziroatlarni tergandan tashqari xurmo daraxtlarini o'stiradi. Ular yana sopol qochlarni yasash, raxt to'qish, asosan to'ga tevitidan yung raxt to'qish, metal eritib, urush qurollarini yasash qatorliq qo'l hunarvanchilik bilan shug'ullanadi. Arablarning nihoyat ko'p qismi cho'llarda chidir tikib yashab, chorvachilik bilan shug'ullanadi. Faqat arablarning Quraysh qabilasilar degidek Makka, Madina qatorliq shaharlarda o'ltiraqlashgan edi. Qurayshlardan bir qism kishilar savdogarchilik qilib hayot kechiradi. Arablar islom dini paydo bo'lishidan burun butparast bo'lib, xilma-xil butlarga cho'qinadi. Ba'zilari Yahudi, Xristian dinlariga e'tiqod qiladi. Ularning ustiga arab qabilalarining iqtisodiy, madaniyat jihatdagi taraqqiyoti takshi emas edi. Yuqoridagi sabablardan ko'ra, arablarda mustahkam birlik yo'q edi. Bu ahvol arablarda birlikka kelgan hokimiyatning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Hatto qabilalar bilan qabilalar o'zaro urushib turadi. Eng dastlab davlat paydo bo'lgan Yaman rayonida milodining dastlabki asrlarida bir qancha davlat paydo bo'lib, ularning o'tirsaq qonliq urushlar bo'lib turgan. Milodining 6-asrda Arabiston yarim oroliga Habashlar va Eronliklar hujum qilishga boshladi. Shuning natijasida Hijoz orqali o'tadigan savdo yo'li to'sqinlikka uchirdi. Habashlar Arabiston yarim orolining janubidagi gullab yashagan shaharlarni yer bilan yakson qildi. Karvon savdosining kemiyib ketishi Arabiston aholisiga nihoyat og'ir zarba bo'ldi. Buning bilan iqtisodiy tanglik, ya'ni krizis yuz berib, arablar og'ir ahvolda qoldi. Arablarning Hijozdagi oqsumaklari mamlakatni mudofaa qilish, yangi o'lkalar va yangi rayonlarni besib olish uchun arablarni birlashtirish zarurligini tushunishga boshladi. Bu g'oyani milodining 7-asrga kelganda Muhammad sallallohu alayhi va sallam amalga oshirdi. U islom dinini tarqitish orqali ijtimoiy jihatdan tarqoq, iqtisodiy jihatdan namrod, madaniyat jihatda qaloq holatda yashayotgan arab qabilalarini birlashtirib, Arabiston yarim orolida arab islom davlatini qurdi. Dünyadagi ahli musulmonlarning payg'ambari Qur'on aqidasi bo'yicha aytganda Allohning musulmon bandalariga avatgan elchisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam milodining 570-yili Makka da tug'ilgan.
U kichigidilla ota-onasidan yetim qilib, tag'isi Abu Talibning tarbiyasida o'sgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam yosh vaqtida Makkadagi eng boy savdogar Xadicha otliq ayolning savdo karvonlariga agishib, Falastin, Suriya qatorliq joylarga borgan. U dastlab Xadichaga uylangan. Qur'on hukmi bo'yicha aytganda, uningga payg'ambarlik vahiysi kelgandan keyin milodining 610-yili shu chaqda Muhammad sallallohu alayhi va sallam 40 yoshda edi. Makkada islom dinini targ'ib qilishga boshlagan. Makkadagi Qurayshlarning oqsuvaklari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ziyonkashlik qilishga uringan. Shu sababdan Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uning ummatlari milodining 622-yili yarim kechida Makkadan chiqib Madinaga ketgan. Bu vaqa islom tarixida hijrat, ya'ni safar ma'nosida deb atilib, dunyodagi musulmonlarning yilnomasi Hijriya mana shu chaq milodining 622-yilidan boshlanadi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgandan keyin islom diniga e'tiqod qilganlar nihoyat tez ko'paygan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning obro'yi yuqori ko'tarilib, ijtimoiy o'rni mustahkamlashga boshlagan. U qo'shin boshlab Makkaga yurish qilgan. Shundan boshlab musulmon arablar bilan kofir arablar orasida ko'p qitim urush bo'lgan. Milodining 630-yili Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makkani olgandan keyin islom dini butun arab qabilalari tarafidan qabul qilingan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam milodining 632-yili 62 yoshida olamdan o'tgan. Dal shu chaqda butun Arabiston yarim oroli islom bayrog'i ostida birlikka kelgan edi. İslam tarixida Xulifai Raşidin davri deb atilgan davrda, ya'ni Xalifa Abu Bakr roziyallohu anhuning vaqtida arablar islom dinini qo'shni ellarga tarqitish tayyorligini puxta ishildi. Bu vaqt milodining 632-yilidan 634-yilgacha bo'lgan 2 yil vaqtni o'z ichiga oldi. Arablar Xalifa Umar roziyallohu anhuning vaqtida G'arb va sharqdagi qo'shinlarga shiddat bilan hujum qildi. Bu vaqt milodining 634-yilidan 644-yilgacha bo'lgan 10 yilni o'z ichiga oldi. Xalifa Umar roziyallohu anhu dastlab o'zining g'arbdagi qo'shnisi Sharqiy Roma imperiyasiga hujum boshladi. Milodining 635-yili 9-oyda Xolid ibn Valid qo'mondonligidagi arab qo'shinlari Sharqiy Roma qo'shinlarini tarmar qilib Damashqni besib oldi. Milodining 636-yili 8-oyning 1-kuni Xolid ibn Valid Iordaniyadagi Yamuq daryosining bo'yida Roma imperatori Heraklining 200 ming kishidan tarkib topgan cho'ng qo'shinni tarmar qilib Falastinni besib oldi. Sharqiy Roma qo'shinlarining qo'mondoni Theodorus shu urushda o'ldi. Xalifa Umar roziyallohu anhu Suriya Falastinni besib olgandan keyin Eronni besib olishga bel bog'ladi. Aytishlarga qaraganda milodining 628-yili Muhammad sallallohu alayhi va sallam Eron podshohi Xisrov Parvizga maktub yo'llab, uni musulmon bo'lishga da'vat qilgan. Xisrov Parviz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning maktubini yirtib tashlab o'tgan. Xalifa Umar roziyallohu anhu milodining 637-yili Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sabdishi Said ibn Abu Waqqas qo'mondonligida qilingan jangvar arab qo'shinlarini Eronga mangdirdi. Qodisiya degan joyda, ya'ni Iroqda, arablar bilan eronliklar orasida nihoyat qattiq urush bo'ldi. Eron qo'shinlarida 30 dona jang pili bor edi. Arablar nayza tiqib pillarning ko'zini ko'r qildi. Qilish bilan xortumlarini kesib tashildi. Bu voqea urushining 3-kuni yuz bergan edi. Qodisiya urushida arablar Eron qo'shinlarini tarmar qildi. Shu urushda Eronning mashhur jang bayrog'imi boshqa g'alaba g'animatlari qatorida arablarning qo'liga tushib ketdi. Bu jang bayrog'i Eronning afsonaviy qahramoni Timurchi Kovinning partuqi, ya'ni pashtamisi bo'lib, uningga xilma-xil ranglar, guhar, yoqutlar qadalgan ekan. Shahnamedagi rivoyatga asoslanganda, qadimgi chaqda Timurchi Kovi zolim podsho Ruhaqqa qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonda mana shu partuqni egiz ko'tarib, uni qo'zg'olonning bayrog'i qilgan ekan. Eron shohi Yezdigird Xorason tarafga qochib berib, qo'shin to'plashga kirishdi. Yezdigird 3 Eron shohi Hormuz 4ning o'g'li Mardanshah qo'mondonligida 150 ming kishilik qo'shinni sharqqa besib kelayotgan arablarga qarshi mangdirdi. Milodining 642-yili
Nihavanda degan joyda arablar bilan eronliklar orasida hal qilg'uch oxirgi jang bo'ldi. Noman ibn Mukavin qo'mondonligidagi 30 ming kishilik arab qo'shini Mardanshoh qo'mondonligidagi 150 ming kishilik Eron qo'shinini butunlay qirib tashladi. Yezdigird 3 Eronning sharqiga qarab qochdi. Nihavand jangida arablarning g'olib kelishi Eron Sasaniylar sulolasining halok bo'lish signalini chaldi. Hazreti Ömer raziyallohu anhuning buyrug'iga binoan tashkil qilingan qo'shinlar milodining 642-yilidan 644-yilgacha Eronning Isfahan, Tabariston, Armaniston, Paris, Kirman, Xorason viloyatlarini orqa-orqadan besib oldi. Arablar milodining 651-yili boy va madaniy shahar Marviga besib keldi va uni urushsizla qo'lga tushirdi. Shuning bilan 427 yil hukm surgan Eron Sasaniylar davlati tarix sahnasidan yo'qoldi. Eron nima uchun arablarning qo'liga asali tushib ketdi? Eron milodining 628-yili G'arbiy turk xaqoni Tonyabg'u, Sharqiy Roma imperatori Herakli boshchiligidagi turk va Roma qo'shinlari bilan bo'lgan urushda og'ir mag'lubiyatga yo'liqqan edi. Tonyabg'u qag'on Eronning shu chog'dagi poytaxti Kitisfun, hozirgi Bag'dodga besib kirib, Xisrov Parvizni taxtdan tushirgan. Uning o'rniga Qubat podshoh bo'lgan edi. Eron turklar bilan bo'lgan shu urushda og'ir ziyonga uchrab, xeyli ojizlab qolgan edi. Bu ahvol arablarning Eronni 15 yil ichida to'liq besivishga osonlik tug'dirib berdi. Shunda qilib arablar xalifa Ömer raziyallohu anhuning vaqtida Sharqiy Roma imperiyasining Falastin, Iordan, Livan, Suriya, Misr, Bengazi qatorliq o'lkalarni besib oldi. Eronni asosan bo'ysundirdi. Arablar xalifa Osman raziyallohu anhuning vaqtida, ya'ni 644-yildan 651-yilgacha bo'lgan vaqt ichida Eronni to'liq bo'ysundirdi. Xalifa Ali raziyallohu anhuning vaqtida bo'lsa, ya'ni 651-yildan 661-yilgacha bo'lgan vaqtda arablarda ittifoqsizlik tug'ilib, bir mazgil qalaymaqonchilik bilan o'tdi. Xulafai Rashidin davridagi, ya'ni 632-yildan 661-yilgacha bo'lgan davrlarda xalifalar ichida xalifa Hazreti Ömer raziyallohu anhu nihoyat keskin, botur, aqlli, talantli, odil kishi bo'lgan ekan. Xalifa Ömer raziyallohu anhu milodining 640-yili Babil shahrini qo'rshovga olganda, shaharni mudofaa qilib turgan qo'mondonga mundaq degan: Agar sen islom diniga kirishni xohlasang, u chaqda sen bilan sening xalqing bizga qayrindosh bo'ladi. Agar sen unda qilishni xohlamasang, biz seni zodi majbur qilmaymiz. Sen taslim bo'lib silq to'lashga rozi bo'lsangli bo'ldi. Sen bilan sening xalqing zodi ziyonkashlik uchirmaydi. Agar sizlar buningga unumasanglar, u chaqda biz bilan urushinglar. Taqdirimizni Alloh bartaraf qilsin. Xalifa Ömer raziyallohu anhu milodining 636-yili Falastinni ishg'ol qilgandan keyin Quddusdagi Yahudi va Xristian ibodatxonalariga hech qanday daxli yetkazmagan. Yahudi va Xristian rohiblari bilan poplariga Xalifa Ömer raziyallohu anhu tarafidan ko'p iltifot, hurmat ko'rsatilgan. Shundan keyin xeyli mazgilgacha Quddusdagi hamma dinlarga to'liq erkinlik berilgan. Yevropaning har qaysi joylaridan har yili Quddusni tavob qilish uchun kelgan xristianlar erkin holda kelib ketib turadigan. Milodining 661-yili xalifa Hazrati Alining vafotidan keyin xalifalik huquqiy Quraysh qabilasining qo'lidan Ummaviylar qabilasining qo'liga o'tib ketdi. Xulafai Rashidin davridagi 4 xalifa Quraysh qabilasining bo'lgan edi. Ummaviylar davrida poytaxt Kufidan Damashqqa ko'chirildi. Arablar Ummaviylar xalifaligidan boshlab O'rta Osiyoni bo'ysundirishga jiddiy harakat qildi. Arablarning shuninggacha bo'lgan g'alabasini ta'min etgan asosiy sabab arablar tarafidan bo'ysundirilgan davlatlarning ichki jihatdagi ojizligi va siyosiy iqtisodiy jihatdagi tarqoqligi edi. Arablar Sharqiy Roma va Eron bilan bo'lgan urushlarda harbiy jihatdan xeyli mo'l tajribalarni to'plagan edi.
Arablar ağır və yengil qurallar bilan qurallanğan atlı qoşun tüzdi. Bunundan başqa ularda piyada qismlar ham bar idi. Ağır qurallar bilan qurallanğan atlıqlarning o'zila emas, balki ular minadigan atlarmı savut və başqa xildagi qo'g'danish qurollari bilan ta'min etilgan idi. Arab atlıqları asasen Arab aqsuaklaridan, piyadalari bo'lsa ko'pincha bo'ysundirilgan xalqlardan tashkil qilinadi. Arab qo'shindagi atlıqlar bilan piyadalarning soni bab-baravar idi. Arablar milodining 651-yili Marvini besib olgandan keyin O'rta Osiyoga ko'z tikishga boshladi. Arablarni O'rta Osiyoning usuldor boy yerlari qiziqtirgan bo'lsa kerak. Arablar O'rta Osiyoga besib kirishning g'arbisida O'rta Osiyoning ichki ahvoli ancha yaxshi emas edi. Şu çağda O'rta Osiyo G'arbiy Turk qag'onligining himoyasi ostida edi. Turk qag'onligi ichki urushlar va tashqi dushmanlarning qilgan hujumlari sababidan xeyla ojizlab qolgan edi. Bo'lib bu milodining 630-yili Tun Yabg'u qag'on o'ldirilgandan keyin ichki urushlar qo'zg'alib G'arbiy Turk qag'onligini holsizlantirdi. Tun Yabg'u qag'ondan keyin G'arbiy turklarga Si Yabg'u, Tulu qag'on, Ishbara Tirish To'nga qag'on, Bag'atur ipi qag'on, ipi Tulu qag'on qatorli qag'onlar hukmronlik qildi. Eronning Shohi Yezdigird 3 milodining 642-yili Nexvand degan joyda bo'lgan urushda arablar tarafidan mag'lub qilingandan keyin Marviga kelib, G'arbiy Turk qag'oni ipi Tulu qag'onga sig'indi. Lekin ojizlab qolgan G'arbiy Turk qag'onligining qag'oni ipi Tulu qag'on Yezdigird 3 ga yordam berib, arablarga qarshi chiqishga petin olmadi. Onun üstiga milodining 640-yildan boshlab Tang sulolasi G'arbiy turklarga bir necha yo'linish bo'yicha hujum boshlagan edi. Uyg'urlarning kuchli yordamiga ega bo'lgan Tang sulolasi milodining 659-yili Bo'rtala atrofida bo'lgan urushda G'arbiy turk qag'oni Chinchu Yabg'u qag'on Jungo tarixchilari Asina Xalu deb yozadi. Uni mag'lub qildi. Mana shu mag'lubiyatdan keyin G'arbiy turklar burunqi shon shuhratini yo'qotishga boshladi. Yuqoridagi ahvollar arablarning O'rta Osiyoga besib kirishi uchun nihoyatda obdan sharoit yaratib berdi. Bugungi o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.